Endi 5 yildan keyin chiqqan ekan. Bir maza qilib so'kib oldim-da, tamom. Boshqa so'kmayman. Nozi opa, o'lay sizga yaxshi urushmang. Siz ham. Yaxshi zo'r qisiz. Batilchan qiling, ta'sir-tusurdi qiling. Bala chotga yuring, bala kurtoy yuring. O'zim ham bunaqa g'iybatlarga qo'shilib qoldim. Sardor, hech bunaqa qilmayman-da. Kurukni almashtirish kerak. Yig'ishtiring onasiga munosib insonlar bilan diviziyona qilib gaplashdi. Men qanchiqqa ham ko'p aytdim, onasi olmay kirdi mana oxiri. Qanchiqqa ham aytdim, seni urvining tepada. Sen batilchilar bor mana ruslarni yutyapmiz, mana arablar bilan o'ynayapmiz. Kattalar bilan o'ynab chiroyli batillik qil, yig'ishtir dedim. Amiga kirib ketdi qanchiqim. Dina o'zini o'zi sindirdi. O'zini o'zi sindirib tashladi. Kurukni noto'g'ri tanla. Yonboshda atrofda malashovka, shalashovkalar yo'qotish kerak. Tepaga qarab, onasiga koinotga qarab ketaverish kerak. O'zini o'zi sindirib tashlash qizim. Toshkentga bordi, voy aylantirib ma'niligi qildi-da. Innamadim, Sardor, innamadim, keyin boshlanib ketdi-da. O'sha men yerimga keldi-da keyin. Men uni shunaqa yaxshi ko'raman-da, hali ham yaxshi ko'raman, yarashdim lekin eshitgan bo'lsangiz, men yarashdim. Xabarim yo'q. Yaxshi ish bo'lmadi. Trakka chiqyapsizmi? Endi chiqaman. Ayni ham taniysizmi, Ayjalabda? Ha, shular bilan toza salom aligimiz, uchamiz zo'r edik. Zo'r o'ynab yotdik hamma joyga borib. O'sha kuni bu ichgan bo'lgan pizdes bunga telefon qilib, mendan oldin telefon qilib, onang deysa shukr, salgina ko'tarilib qolsa, odamning yaxshiligini unutayotgan haromi qiz. O'sha kuni ichib olib turib, menga qarab, ona qolmasdan, oila qolmasdan to'yma qilib, meni ana ko'rdingmi, Sardor, men Dubayga nima uchun bormadim? Danat yo'qolib qoladi, sen undaysan, bunday shu to'yma qilib, onasiga gaz berib, dinaga ichgan paytda shu haromi qildi. Men onasizga deb qo'ydim. Xudodan topadi, o'tiribdi 50 ta odam bilan, 30 ta odam bilan, amiga kelenti yo'q ayni ham. Amiga kelenti yo'q, och qolgan harom. Ha, keyin Dinaga srazu telefon qilibdi-da. Dinajon, asalim men emas, Nozi qilsani, Nozi. Men menga aytdi-da, o'zi ayni o'zi aytdi. Dinani boshqa profilidan bitta odam kirib kelgan, ko'tarma, blokka tiq uni dedi-da. Men ko'tarib yubordim-da go'stiga. Dinaga telefon qilib men emas debdi-da. Keyin u miyasiga chiqib, Nozi mengaligi qilyapti. Men chunki hech qaysi qizga baxillik qilmayman, Sardor. Men TikTokda pul ishlamayman-ku. Ha, lekin men shu ayni ham qamatib yuborishimiz kerak, opa. Bir 5 yil so'rab o'tirib chiqsa yaxshi bo'ladi. O'zbek viloyatidan kelganda haromi. Yo'q, o'lsinmay hammasi tinch bo'lsin, endi yaxshi ishlar bo'lmabdi-da. Hech kimga yomonligim yo'q. TikTokda pul borligini bilib, begolatdan kelganda u. Endi men shundayda, men Amerikadaman-ku. Men ular pul ishlasin deb shartlarni qilib berib yuraman-da, atak menga foydasi yo'q-da. Bu TikTokda faqat videolarimni ko'rsa bo'ldi odamlar. Videolarimga chiqsin bo'ldi. Endi yozayotgan Sardor sizga munosibsan deb. Sardor yomon haromi pidarassan, Nozi yaxshimisan? Gandon. Sanam sog' emassan. Bitta besti deb meni nima qilding? Oyoq osti qilding-ku, dugona deb. Ko't sanam toza pok emassan. Sanam pidarassan. Men orqasidan gapirmayman. Men shu yerda o'tirganligingni bilib, kulib, prekol qilib ustingdan gapiryapman. Bilaman. Mayli, Nozi anaqa besdan so'kan yo'q, o'tda bestakan anaqasi yo'q. Men bestakan menga. Men prosta seni sinash uchun qildim. Prosta seni sinash uchun qildim. Sen golос tashlagansan, hech kimga. Sen odam sotasan. Sen shuni bildimki, to'rtta odam sen bilan salom alaykum qilib qolsa, odam sotishingni bildim. Seni men bunaqa deb o'ylamaganman. Nozi, qara eshit. Sen yolg'on gap gapirishga buni ro'zada sal vijdoning qiynalmaydimi? Sen yolg'on lichkamga onamni so'kyapti, biyamni so'kyapti dedi. Bestaka sen ismingni ham aytgan yo'q. Qaysi biyingni siskay dedi, qaysi onangni siskay meni tushirdi dedi, so'ktirib o'tirdingmi? Men o'sha zapis turadi. O'sha payti go'stiga chiqqan paytim meni bilganingda edi. Telefonda zapis turadi. Nozi,
To'xta Nozi, keyin gaplashamiz. Efirni prema shuni o'chirib tashlarding-da, boshqatdan ochib bularni chiqarib gaplash. To'g'ri aytyapti, ay to'g'ri aytyapti. Lekin men o'tirgan joyda Sardor uni aralashmasa. cho'ridan chiqaryapsanda, meni qaysi biyingizga, onangizga men cho'rni qilladingiz deb eshittirib o'tirgan odamsan. Qara. Ro'za Ramazonda nima? Donalddan bor Ro'za Ramazonda sen Ro'za Ramazonni bilsangiz, sen men dugonaligimni bilsangiz, yana boshqa akalarim sani o'tirdi. to'xta, men aytaman. Vulva akam o'tirdi. O'sha balani o'zi to'xta, ey! Kim uchun Baqirmay gapir, bolalar muxlayapti. O'sha balani o'zi Baqirmay gapir. kimni sen bilan meni urishib qolishimizga sababchi bo'lgan. Nimaga? Menga aytardiki, men senga danat qilmayman. Nimaga? Zek bilan o'ynasang danat qilmayman dedi, bo'pti deb o'ynamay qo'ydim. Sen bilan Dinani urushtirgan dedi, ayib bo'ladi dedi. Qayerdan dedim. Shuni men hozir ko'ryapsam, zapslarni eshitib, seni men telefonni ko'tarmaganman, boshqaga telefon qilib, menga telefonda aytib berdi. Unga ham indamadim, senga aytmadim, xafa bo'lma dedim-da, indamay qo'ydim. Lekin sen o'sha paytda shu odam bilan men yaxshi yomon bo'lyapman, seni oldinga kelyapman. Men tushirib yubordim. Padarkasini olgan. Berdi, nima uchun o'chirib yubormayapsandagi? Mani bipsan deb o'zingcha bunaqa Nozik padarka urgan. Senga 100 kalab, 200 kalab urgan paytda men senga borku, xohlaganing padarkangni urib berishga qurbim, 100 kalab, 200 kalab uradigan paytda 5 yaxshi edi-ku. Bilasan, men birovga pul bermayman, bilasan, lekin padarkasini urib beraman. Lekin sen o'sha paytda efirni o'chirib chiqib ketmayapsan-da. Ay, bir minut, Nozik. Sen men sotding. Bu qiz borki, bu qiz ay. Nogironlar uyda yashayotgan bitta nogiron balaga biletlarini olib berib, Umra safariga jo'natgan men efirimdan. Yo'q, mana Bestni onamni so'kdi, Best o'tda onasini so'kkani yo'q. Men bu qaysi onangizga jalabdi, men senga tushirdi dedi. Men senga sani efirimga bloklab tashlayapsan-da. Bloklab yubordim. Sen meni efirimga kelib bloklab tashlayapsan. Nima uchun bilasan? Sen meni efirimga kelib bloklab tashlayapsan. Blokka tiqqanim uchun sen Dinaga telefon qilding. Sekin gapir, Nozik, sen sekin gapir. Eshit bo'lmasam, eshit. Sekin gapir. Sani efiringda men bu Dina emas deganing uchun, men blokka tiqib yuborganim uchun nima bo'ldi? Janjal kattalashib ketdimi? Endi sani efiringga men kelyapman. Bir kun kirmay qo'ydim. Senga salom alaykum qilyapman-da, uni tushirib yuboryapman-da, senga gapim bor edi. Shuni tushirib yubordim, sen qilding. Men sen bilan o'chirishni o'rniga, seni ham men bilan xafa bo'lmasdan menga danat qilib yurganini bilib turib, shu bilan kelishmayotganimni bilib turib, sen yomonlik qilyapsan. Sen to'xta Nozik, sen ham xafa bo'lma, Bestam xafa bo'lmasin deb efirni o'chirib yuborishni o'rniga blok tasha olsam, men efirga birovni blok qilmayman-ku.